Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Obunachilar, bugungi joyimiz Parkkent tumani Qirg'izovul mahallasida joylashgan bo'lib, tog'i yo'liga qarab ketaverishdagi yo'l. Mahalla markazida joylashgan. Shunaqa 4 sotixli hovli, 4 xonali imorati bilan gaz, svet, suv, kommunikatsiya hamma xizmatlarini o'tkazib qo'ygan, yamalarigacha. Yo'l yuzi xohlang kelib turib biznes sifatida, xohlang uy xonadon sifatida foydalansangiz bo'ladi. Mahalla markazida joylashgan. Yonida masjid, kafe, bog'cha, maktab hammasi yaqin atrofda. Birinchi liniya. To'g'rimizda o'sha mashhur Hojiko'l ko'liga chiqadigan, tog' yo'liga chiqadigan yo'l. Kelib turib, yo biznes sifatida yoki xonadon qurib yashasanglar bo'ladi. Juda ham rivojlanayotgan hudud. Bu yerda hozir bu joylar kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, batafsil yana ko'rsatamiz, tushuntiramiz. Egalari bu joyimizga 4 sotixli hovlimizga $28,000 so'rashyapti. Kelib turib yana baraka qilsanglar bo'ladi. Marhamat, kimga qiziq bo'lsa bemalol kelib ko'rib ketishinglar mumkin.